Xonanda Yulduz Usmonova opa-singillar davrasida. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topishingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Mashhur xonanda Yulduz Usmonova Instagram sahifasida navbatdagi videolardan birini joyladi. Post ostida u Yulduz Usmonova opa-singillar davrasida deb yozib qoldirgan. Videoda shuni ko'rish mumkinki, xonanda o'z uyida opa-singillarni mehmonga chaqirgani va ular uchun shaxsan o'z mazali ovqat tayyorlaganini. Yulduz Usmonovaning ko'tarinki kayfiyati, o'zaro samimiy suhbatlari va oilaviy muhit videoga alohida iliqlik bag'ishlagan. Bunda xulosa qilish mumkinki, san'atkor band ijodiy hayotiga qaramay, yaqinlari bilan o'tkazadigan lahzalarga ham alohida ahamiyat qaratadi.